Shaharda 974 ta odam og'ir kasallik bilan kasallandi va bu virusning o'sish darajasi kuniga 26%. Bir oydan keyin mana shu shaharda farazan qancha odam kasallangan bo'ladi? Keling osonlashtiraman masalani. Ya'ni mana shu yerda oddiy qog'oz olasiz, shu qog'ozni o'rtasidan bo'lasiz. Shu o'rtasidan bo'lganingizni yana o'rtasidan 2 ga bo'lasiz, yana buklaysiz, ya'ni yana 2 ga buklaysiz. Shuni 50 marta qilsangiz, mana shu ya'ni 3 millimetrlik hozirgi kun taxminan mana shunaqangi qalinlikdagi qog'ozni qalinligi 50 marta takrorlagingizdan keyin quyoshgacha yetib boradigan bo'lar ekan. Miyamiz bu eksponensial o'sishni odatda qabul qilmaydi va chunki bizning miyamiz sal boshqacharoq ishlaydi. Video davomida men aynan eksponensial o'sishni sizga qanaqa qilib hayotimizda o'zimizni xavfsizligimiz uchun ishlatishimiz mumkin, qanaqangi qilib u narsani o'zimizni biznes rejalarimizda ishlatishimiz mumkin, qanaqa qilib u narsani biz shaxsiy rivojlanishimiz uchun ishlatishimiz mumkin, shu haqida gaplashamiz. Yaqinda Protokol 57 loyihamizga start beramiz va buni Telegram kanalimizda e'lon qilamiz. Bu nima deganlar uchun biz sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishda tanqidiy fikrlash bilan qo'shib, to'g'ri prompt yozish texnikalarini ishlab chiqqanmiz va aynan mana shunaqangi, ya'ni nima desam bo'ladi, protokollar orqali biz sun'iy intellektni qo'pol qilib aytganda o'zimizga bo'ysundiramiz. 1% bilim kanaliga ulansalaring, xudo xolasa o'sha yerda e'lon qilinadi. Inshaalloh balki video chiqqanda u e'lon ham bo'lingan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men ismim Xurshid, 1% bilim loyihasini asoschisiman. Bundan tashqari taxminan 2000 ga yaqin bola ta'lim oladigan Edu School Network o'quv markaz va xususiy maktablari asoschisiman. Lekin bugun biz sizlar bilan tanqidiy fikrlash haqida gaplashamiz. Tanqidiy fikrlash bo'limi ham aynan mana shu exponential growth va ya'ni exponential o'sish haqida gaplashamiz. Eksponensial o'sishni siz yaxshiroq tushunishingiz uchun men Warren Buffettni misol qilib keltiraman. Warren Buffett aynan mana shunaqangi kichkina va stabil investitsiyalarning hisobiga taxminan 50 yoshida boy bo'lgan. Ya'ni milliarderlar ro'yxatiga kirgan. Lekin 50 yoshida kirganda ham dunyodagi eng boy, eng toplarda turadigan milliarderlardan biri bo'lib kirgan. Exponential growth'da yana sizga tushuntirish uchun shaxmat o'yini uchun, ya'ni afsonalarda keladigan yutuqni olib ko'raylik. Ya'ni shaxmat o'yinini ixtiro qilgan odam odatda podshohdan so'ragan ekanki, birinchi katakka menga bir dona guruch, ikkinchi katakka shuni ikkilangani 2 ta guruch, keyin katakka 4 ta, keyin katakka 8 ta va hokazo 64 ta katakda hammasini keyingisidan 2 barobar ko'paytirib bering degan. Podshoh buni hisoblab ham ko'rmagan, ya'ni mental trapga tushib qoldi, ya'ni miyasi haligi qopqonga, tuzoqqa tushdi va xo'p bo'ladi deb rozi bo'lgan. Natijada buni amalga oshirish imkonsiz, chunki aynan mana shu yo'sinda agar guruchlarni biz to'plab chiqadigan bo'lsak, donalarini hammasini butun planetaga yetadigan, kerak bo'lsa ularni yillab boqadigan nima deydi, miqdorda guruch kerak bo'ladi. Bu exponential growth'da ya'ni qobiliyatlaridan biri. Albert Einsteinga odatda nisbat qilib aytiladigan bitta gap bor, ya'ni aynan mana shu compound interestdan bo'lib keladi bu narsa. Ya'ni yig'ilib boradigan ustama, qo'pol qilib aytganda. Aynan mana shu compound o'sish bu dunyoning 8-mo'jizasi deydi. Buni yutganlar, ya'ni buni bilganlar yutadi, bilmaganlar bo'lsa pul to'laydi deb aytadi. Keling, aynan mana shu matematik formulani sizni biznes tarafdan tushuntirib beraylik. Tasavvur qiling, hozir siz yiliga 10% dan pul beradigan biznesga $10,000 tikdingiz. Natijada 7 yilda sizni tikkan pulingiz qo'pol qilib aytganda $19,500 bo'ladi, xolos 7 yilda. Lekin 16 yildan keyin bu $46,000 bo'lar ekan va 30 yildan keyin bu $174,000 ga aylanar ekan. Ya'ni bizni miyamiz odatda haligi steady growth deydi, ya'ni sekin o'sishni ko'ramiz xolos. Chunki bunga bizni miyamiz haligi fikrlashga, ya'ni pattern deb aytadi bu narsani. Lekin o'zbekchada naqsh deb ham tarjima qilishyapti. Har xil boshqacha so'zlar bilan tashkil qilishadi, lekin pattern degani bu bitta takrorlanadigan chizgilar deb aytaylik. Aynan mana shu narsa men uchun pattern. Ya'ni miyamiz juda ham oson o'ylashga o'rgangan. Ya'ni bizga qog'ozni 50 marta bukla desa, biz nimani tushunamiz? Qog'ozni umumiy haligi nima deydi? Haligi bitta varaqning qalinligini olamiz va keyin taxminan 50 varaq bo'lsa mana shu yerda qancha bo'lar ekan mana. Mana shundan sal ko'proq bo'lsa kerak deb tushunamiz. Ya'ni ko'paytirib qo'ya qolamiz odatda. Ya'ni ikkilantirish, bunga o'xshagan patternlarga biz tez hayotimizda duch kelmaganimiz uchun muammo mana shu yerda o'zi aslida kelib chiqadi.
Juda ham qiziq bitta ilmiy izlanish o'tkazishgan. Videoni boshida keltirgan misolim aynan shunga oid. Ya'ni Shveysariyadagi bitta universitetda talabalardan, ya'ni bu arxitektura, meditsina va aniq fanlar STEM yo'nalishida ta'lim olayotib turgan fakultet va talabalardan shu savolni so'rashadi. Ya'ni shaharda 974 ta odam kasal bo'lib qoldi va bu narsa 26% o'sish bilan ko'payyapti. Bir oydan keyin shaharda qancha odam kasallangan bo'ladi desa, birinchi guruhdagi odamlar taxminan 50 mingta odam degan umumiy o'rtacha javob mana shunaqangi bo'lgan. Ikkinchi guruhdagi odamlarda sal yaxshiroq natija bo'lgan. Ular taxminan 250 ming, 300 mingta odam kasallanadi deb aytishgan. Lekin ularga savol boshqacha qo'yilgandi. Ularga savol aytilgandiki, 26% o'sib boradi deb emas. Ularga balki 2 barobardan har 3 kunda bu kasallik ko'payib turgan bo'lsa, 30 kunda qancha bo'ladi degan javoblar 300 mingta deyishadi. Lekin mana shu ikkala gruppani ham olib qarasangiz, javobi xato. Ikkinchi gruppaniki yaxshiroq bo'lishi mumkindir, lekin umumiy hisobda xato. Chunki matematik hisob-kitoblar taxminan 1 millionta odam bir oyda kasal bo'lishini anglatadi. Aynan Covidda ham biz mana shunaqangi, ya'ni bitta narsani noto'g'ri miyamizda hisoblaganligimiz uchun Xitoyda paydo bo'lgan narsa, qarabsizki, 1,5 oydan keyin O'zbekistonda paydo bo'lib va bu narsa eksponensial darajada o'sib ketdi. Shveysariyadagi universitetdagi, ya'ni tajribadan, hozirgi aytgan tajribadan oladigan bitta asosiy g'oya bor. Ya'ni biz qachonki bitta narsani agar aytmoqchi bo'lsak, o'sha narsani o'sishini foizlarda yoki bo'lmasa shunaqangi narsalarda ifodalamaylik. Uni karrasiga ifodalashimiz orqali yaxshiroq natijalarga erishamiz ekan. Ya'ni har kuni 1% dan o'sish kerak. 1% bilim loyihasi aytgancha Instagramdagi birinchi videolardan bittasi shu edi. Ya'ni men shuni maqsad qilganman. Har kuni 1% dan o'sib borsak, biz exponential growth'ga erishamiz. Deyishni o'rniga, o'zi aslida men xato qilgan ekanman. Ya'ni har kuni 1% dan o'sish o'rniga undan ko'ra kuniga har 3 kunda bilimingizni 2 barobar oshiring yoki bo'lmasa qanaqadir ma'noda barobarlarda, ya'ni karrasiga aytib odamlarga aytsak, shunda biz osonroq maqsadimizga erishamiz ekan. Menimcha bu narsada odamlarda o'zi ham oson qiziqib qolsa kerak deyman. Hozirgi kundagi haligi har xil kripto mashayniklar chiqdi-yu, pulingni muncha barobar ko'paytirib olasan, muncha barobar ko'paytirib olasan. Aynan mana shular foizda gapirsa hech kim ishonmaydi ularning gapiga. Lekin barobarda aytganligi uchun qanaqadir biz o'zimizni miyamiz oson hisob-kitoblash yo'llariga biz osonroq ko'namiz. Menimcha. Bunga misol qilib yana bitta narsani keltirishim mumkin. Ya'ni lilipad deydi. Ya'ni nilufar guli, ko'lmakdagi nilufar gulini misol qilib keltirishadi. Bunda aytiladiki, ya'ni agar ko'lmakda nilufar guli kuniga 2 martalab bo'ladigan bo'lsa, bir oyda o'sha ko'lmakni to'liq yuzini, ya'ni ko'lda to'liq yuzini qoplab olishi uchun nilufar guli qoplab oladimi degan savolni berishadi. Odatda odamlar yo'q deb javob aytadi, chunki nilufar guli juda ham kichkina, umumiy ko'llarda hajmiga olib qaraydigan bo'lsangiz, lekin bu bemalol sodir bo'lishi mumkin ekan. Nimaga deydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, 2 barobar o'sib boryapti-ku, bir kun qolganda ham, ya'ni 30-kunga bir kun qolganda ham 29-kuni ko'lda yarmi qoplangan bo'ladi, xolos. Aynan mana shunga o'xshagan mental traplar bizda muammoga asosiy sabablardan bittasi bo'ladi. Kelinglar endi 72 qoidasi haqida gaplashamiz. 72 qoidasi shunga yordam beradiki, ya'ni biz foizlarda hisoblashga odatda qiynalamiz miyamiz. Ya'ni kimdir kelib turib sizga aka biznesga pul tiking, 7% dan har safar foyda bo'ladi har oy desa, u plyus qancha bo'lishi haqida biz qog'ozda olib hisob-kitob qilib o'tirishimiz kerak. Bu juda ham qiyin. Buni oson yo'li bor. 72 sonini eslab qoling. Aynan 72 sonini siz nech pul dedik? Misol uchun 7% dedik. 7% bo'ladigan bo'lsa 72 ni 7 ga bo'ling. Va bo'lganingizdan keyin nech chiqadi? 10 chiqadigan bo'lsa, demak 10 yilda siz tikkan pulingiz taxminan 2 barobar ko'payadi. Ya'ni 10 ming tikkan bo'lsangiz, o'sha 20 ming dollar bo'ladi. 100 ming tikkan bo'lsangiz, 200 ming dollar bo'ladi. Aynan mana shunaqangi qilib o'ylashga 72 qoidasi bizga osonroq chamalashni o'rgatadi. Xolos. Kelinglar endi sizlar bilan aslida yutgan odamlar qanaqa qilib yutmaganligi haqida gaplashamiz. G'alati eshitilishi mumkin, winners curse degan narsa. Lekin undan oldin 1% bilim kanaliga obuna bo'lsangiz, o'ylaymanki manfaatli bo'lardi hammamiz uchun. Chunki 1% bilimda biz hozircha sun'iy intellektda promptlar va ularni qanaqa boshqarish haqida gaplashyapmiz va tanqidiy fikrlash haqida umumiy gaplashyapmiz. Chunki O'zbekiston aynan shu narsa kerak. Nimaga deydigan bo'lsangiz, mana Davletovdek o'tgan safar ko'rdim. Yangi berilgan statistikada O'zinfocom'dagi kiber xavfsizlik jinoyatlarini o'zi 58 mingdan oshib ketgan o'tgan yilda. 3-4 yil oldin aynan mana shu narsa 5 mingta ham hech qancha emas edi. Ya'ni biz o'zimizni fikrlashimiz qanchalik yaxshi bo'lsa, o'zimizga shunchalik yaxshi-ku. Shuning uchun subscribe tugmasini bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying va biz sizlar bilan davom etamiz. 1950-yillarda Alyaskada
neft kashf qilingandan keyin ular qazib olinadigan joylar auksionga qo'yib sotilishni boshlaydi. Va kompaniyalar bunga o'zlari pul tikishadi va yutib olib, oxiri 1969-yilda, ya'ni oradan taxminan 20 yil o'tibgina aniqlashadi. Auksionda yutyapti turgan kompaniyalarning hammasi zararda chiqyapti turgan bo'ladi. Bunga asosiy sabab nima bo'ldi desangiz, odatda biz birorta auksionda qatnashyapti turgan bo'lsak, ya'ni unga auksionda haligi narxlarni oshirish orqali biz o'sha narsani asl bahosidan ko'ra ko'p pul to'lash bilan tugaymiz. Bu qoida hamma yoqda ishlaydi. Ya'ni ayniqsa onlayn auksionlarda bu juda ham zo'r ishlaydi. Chunki odatda sizni kimdir outbid, ya'ni siz tikkan puldan kattaroq pulni tikib qo'ymasligi uchun odatda katta pullarga yozib tashlashadi o'sha narsaga erishish uchun. Lekin u narsani aslida qiymati uncha pul turmaydi. Misol uchun mashina auksionlarini ko'raylik yoki bo'lmasa mashina auksioni bo'lmasa ham raqamlar auksionlari, boshqa shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Bunga misol Alyaskaga qaytamiz. Alyaskada nima bo'ldi desangiz, 50-yillardagi, ya'ni mavjud bo'lmagan texnologiya, qanaqangi texnologiyaki, ya'ni o'sha neft konini qanchaligini, qancha u yerda neft borligini aniq o'lchaydigan metodologiyani bo'lmaganligi odamlarni xuddiki bitta katta qimmatbaho narsadan qolib ketyapti turgandek, ya'ni kompaniyalarni shunaqangi o'ylashga majbur qilgan. Va buni keyin Atlantic Richfield 1969-yilda mana shuni injenerlari aniqlashgan, ya'ni 50-yillardan boshlab 69-yilgacha auksionda yutgan korxonalarda hammasi deyarli minusda chiqqanligini. Xo'p, bunda biz nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsak, odatda biror narsaga pul tikishimizdan oldin yoki bo'lmasa o'sha narsani musobaqada qatnashyapti turgan bo'lsak, ayniqsa o'shani yutuqni asl qiymatini o'zimiz uchun baholab olaylik va ana o'shandan keyin biz bit qilaylik. Ya'ni unga tikadigan vaqtimiz yoki pulimizni hisoblab olaylik. Va biz videoni eng kerakli joyiga ham yetib keldik, ya'ni xulosalar. Xulosalar haqida gap ketganda 1% Premium kanalida men O'zbekistonda yo'q kitoblarda eksklyuziv ma'lumotlarni eng qaymoq joylarini xulosalab borib beraman. Bunga 1% bot orqali qo'shilishingiz mumkin. Bundan tashqari 1% bilim Telegram kanalida ham qo'shimcha juda ham foydali ma'lumotlarni berib olaman. Hozir ulanib qo'yishlaring mumkin. Demak, oladigan videodan asosiy xulosalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi bu 72 qoidasi. Ya'ni 3% dan 20% gacha bo'lgan hisob-kitoblarni to'g'ri chamalashda bizga 72 qoidasi zo'r yordam beradi. Shunchaki mana misol uchun kimdir 7% dedimi, o'sha aytganimizni 72 ni shunga, ya'ni foizga bo'lasiz. Chiqqan javob sizni pulingizni yoki o'sha miqdorni 2 barobar ko'payishini yillardagi hisobi bo'ladi. Ikkinchi oladigan asosiy xulosamiz, har doim o'ylang javob berishdan oldin va hisob-kitob qiling. Hech qachon taxmin qilmang. Uchinchi oladigan xulosa va darsimiz, insonlarning intuitsiyasi har doim chegaralangan. Ayrim narsalarda hisob-kitob kerak, ayrim narsalarda intuitsiya kerak. Aynan mana shunga o'xshagan narsalarda demak biz hisob-kitoblarga tayanishimiz kerak. Winners curse, g'oliblarni tavqi-la'natidan oladigan xulosalarimiz bo'lsa quyidagidan iborat. Ya'ni har doim bir nimaga auksionda qatnashishdan oldin, ya'ni shu narsaga pul tikaymi, tikmaymi, ya'ni degan savolni o'zingizga bering. Ikkinchi eng asosiy qoida, agar auksionda qatnashmoqchimisiz, undagi tikishingiz bo'ladigan maksimum narxni auksiondan oldin belgilab oling. Ya'ni $500 ko'p pul tikmayman yoki bo'lmasa $2000 ko'p pul tikmayman. Umuman qancha bo'lsa ham ana shu o'sha mahsulotning haqiqiy bahosi bo'ladi. Undan oshig'i siz qo'pol qilib aytganda kuyib qolyapti turgan pulingiz. Umuman olganda bugungi videodan olgan xulosalarimiz mana shulardan iborat. Sizlarga shu paytgacha ko'rganligingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 1% bilim kanaliga a'zo bo'linglar. Telegramda, Instagramda, hamma yoqda, YouTube'da ham bor. Rahmat, sog' bo'linglar.